So'z aka. Tinchi. Chiqarib tomar aka. Saat qo'ydi. Inamiga Аждах назад odamay saat qo'yiz olmadı. Ina просрочно печать фальшивый очдaki boşat. Ama saat qo'ydi. Ina hamon bu haftasiyam. Rada chiqolmadi, Rada, yago problema shu. Yago saat qo'ydi. Darslarga tushgandingiz. Qanday yaxshi kirib chiqdingizmi axir? Hech narsa bo'lgan yo'q, muammo bo'lgan yo'q, yaxshi. Yaxshi makramasi? Men просто esimdan chiqdi, shuni aytish. Tushdim, karta bloklandi, uni hech kim so'ragani. Siz o'zingiz. Ha, endi uni o'zim gaplashdim-ku. Самый главный Zalatoydan qarzi borlar. Hech narsa bo'lmaydi, o'ylanmay chiqaveringlar. Katta rahmat do'stlar. 200 minggacha bor. Mana Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Hozir mana rolik davomida ko'rib o'tasizlar. Granitsaga hozir borib kelgan Switch rolikda bu rolikda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Reyestrga tushgan 200 mingga yaqin Zalatoydan qarzi bor, administrativ shtraflari bor, patent annullirованиdan bo'lgan. Mana shu hozir fuqarolar borib keldi biz mashinalarimizda. Bu rolikda boshida kichkina yana parcha ko'rsatib o'tdik. Rolikda oxirida esa sizlarga hozir buni ko'rsatib o'tamiz. Shuning uchun bizdagi yurgan akalarimiz hozirdan mana shu rolikni oxirigacha ko'ringlar, tushunib olasizlar. Vahimaga o'rin yo'q. Reyestrga tushganmisiz, kreditingiz bormi, administrativ shtraf bormi? Eng muhimi sudlanmagan bo'lsangiz, deport zapretingiz sizda yo'q bo'lsa, biz sizga yaqindan yordam qila olamiz. Ya'ni granitsaga olib borib kela olamiz. Dokumentingiz bor, dokumentingiz yo'q. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston hamma fuqaroga biz birday yordam qila olamiz. Buning bilan ko'plab telefonlar bo'ladi bizga. Masalan, reyestrga tushganman deydi, kimdir aytadi, bank karta blok bo'ldi deydi. Qanday pullarni yechib olsa bo'ladi do'stlar? Yechib olish uchun dokumentlaringiz hammasi sizda soz bo'lsa, MVD отделіне borasiz. MVD отделіне mana shu xodimlar sizga yordam qiladi. Yordam qilganda sababini ham aytadi. Nima sababdan tushgansiz, nima narushindan sizda bo'lganki bu narsaga tushgan. Karta o'zi nima uchun blok bo'lib turibdi hozir? Sizga hozir ko'plab masalan miqdorda pullar tushsa, ana shundan ham bank kartangiz blok bo'lib qoladi. Sberbank именно. Sberbank Tinkoff oldiroq bo'ldi, Sber ham hozir blok bo'lib boshladi o'sha. Dokumentalni odamlar MVDga borib bu narsadan chiqib ketsa bo'ladi. Nelegal yurgan ekogolarimiz ham dokumentlarda hamma narsani sozlab olgandan keyin, ya'ni registratsiya patent qilib borib bemalol bu spiskdan chiqib ketsa bo'ladi. Kartalardan даже разблокировать qilib ochtirib olsa bo'ladi. Shunday ekan ekogolar, bizga murojaat qiling, granitsa xizmati kimga kerak bo'lsa, rolikda qisqaroq qilamiz, sababi bundan keyin hozir klientlarimizda o'zlarini eshitib o'tasiz. Ya'ni reyestrga tushgan kimdir krediti bor, shtrafi bor, borib keldi bu odamlar. Судебный процесс sizda bo'lmasa, deport zapretingiz bo'lmasa, bemalol borib kela olasizlar. Shuning uchun mana shu roligimizda akalar bir qo'llab-quvvatlab, like bosin, ko'proq odam ko'rsin. Ya'ni vahimaga tushib qolgan odamlar bemalol 30-aprelgacha srok dokumentlarni sozlab olmoqchi. Shuning uchun amissiya 30-aprelgacha hozir amissiya, shuning uchun ana shu amissiyadan foydalanib qolamiz. Dokumentlarni esa oformat qilib qolamiz o'z vaqtida. Bizga murojaat qilaveringlar. Xullas aka-ukalar, taksi xizmati bo'yicha O'zbekistonga ketmoqchimiz yoki bo'lmasa O'zbekistondan kelmoqchimiz, через Toshkent. Toshkentda hozir mashinalarimiz bor. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Taksi xizmati bo'yicha. Ko'rib tursa mana bu yoqda pogrushklar turibdi, mashinalar turibdi, lekin hozir hali ish boshlanmadi. To'g'risini aytamiz. Ish boshlangandan sizlarga sразу aytamiz. Mana shu texnikalarga masalan bo'sh turibdi mana texnikalar. Mashinalar bor, KAMAZlar bor. Kim agar mana shu texnikalarni niyat qilgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, komment yozinglar. Kim bizni hozir qayerdan kuzatdi? Granitsa bo'yicha bizga murojaat qilaverasizlar ukalar. Yinglar, O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsanglar, taksi xizmatimiz bor. Через Toshkent kelaverasizlar bizga. Mana shu mashinalar mana kelib turibdi hozir O'zbekistondan kelgan odamlar mana. Bu yoqda turibdi mana mashinalar. Murojaat qilaverasizlar bizga bemalol. Bu ya'ni texnik bazamiz edi do'stlar. Rolikni oxirigacha ko'ring, ana shu o'zlarni eshitib olgan klientlarning, hozir tojikistonlik, o'zbekistonlik aka-ukalarimiz borib kelgan bu reisimizda. Omad, like bosib, kommentga yozib qolinglar, kim reyestr spiskasiga tushgan. Omad hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Granitsaga yaxshi, normalni borib keldik. Seriya kamera. Granitsaga yaxshi bir yarim soatda kirib chiqib ketdi, akaning o'zi yordam berdi. Dokument yo'q edi, absolut hech narsa yo'q edi. Malades keldi. katta rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Qani ukamiz qanday borib keldingiz? Tavsiya etaman. Hamma ishonchli, yaxshi, garantiya foiz. Kamchiliklar yo'qmi axir? Bo'ldi. Hammasi yaxshimi axir? Bo'ldi. Mana aka-ukalarim Granitsa keldi chiqib temasi bo'yicha bir yo'lda to'xtadik mana Ulyanskiy oblastida. Yo'lda to'xtab mana aka-ukalarim bir video syomka qildik. Qanday kichik mana shu tankni hamma taniydi. Trassa M5 turibdi shu tankimiz. Shu kim qanday borib keldi, yaxshi borib keldimi, yo'qmi? Mana kirib chiqdi masalasi bo'yicha falshiviy pechatlari bormi, yillab bezda kelib yurganmi, nimasi reyestrga tushganmi, tushmaganmi, krediti bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Hammasiga yordam beramiz. Falshiviy pechati bor aka-ukalarimizga ham yordam beramiz.
yillab bezdek yemib yurgan aka-ukalarimizga ham yordam beramiz. Reyestrga tushganlarga ham yordam beramiz. Hammasiga yordam beramiz. Ha, akancha men bir esimdan chiqdi. Hozir bir so'rab beraman. Reyestrga tushgan bir do'stimiz bor edi. Ana shundan so'rab beraman. Shu qanday kirib chiqdi? Qani do'stimiz reyestrga tushgan deysiz. Reyestrdan qanday o'tdingiz? Siz berdingmisiz? Reyestrga tushgan deysiz. Qanday yaxshi kirib chiqdingizmi axir? Reyestr hech narsa bo'lgan yo'q, muammo bo'lgan yo'q, yaxshi. Yaxshimi hammasi? Men prosta esimdan chiqdi, shuni aytish. Tushdim, karta bloklandi, uni hech kim so'ragan. Siz o'zingiz. Ha, endi uni o'zim gaplashdim-ku. Tomosha o'zim gaplashdim, o'zim hal qildim-ku. Shundan keyin muammo bo'lmadi. Reyestr umuman hech narsa bo'lgan, lekin absolyutni karta bloklandi, ikkita karta ham. Telefon ham bloklandi, dalish. Sim karta. Yo'q, yaxshi hammasi yaxshi. Lekin ochilgan yo'q hali. Yangi olish kerak, polibon karta. Rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stimiz intervyu beryapti. Самый главный Zalatoydan qarzi borlar. Hech narsa bo'lmaydi, o'ylanmay chiqaveringlar. Katta rahmat Hech narsa do'stim. bo'lmaydi. 300 minggacha bordi. Mana krediti bormi, reyestrga tushganmi, falshiy pechetlari bormi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga yordam beramiz. Nimaga kamchiliklar, nimalar bo'lsa, Podдержка qiladi.